Bir yil orqaga qaytamiz. O'tgan 2024-yil ayni shu kunda sizlar bilan fikr, mulohazalarimni bo'lishdim. U kunlarda mavjudligimizni bilmaganlar uchun qisqacha eslatsam. Shu vaqtda 2025-yil nisbatan kattaroq, jiddiyroq va vahimaliroq ishlarni qilishga va ishonchlarimizni yo'qotmaslikka va'da berdik. Yil davomidagi yutuqlarimizni sanab o'tsam, ish maydonimiz salkam 10 barobar kattalashdi. Tovarlarimiz qiymati deyarli 3 barobar ko'paydi. Jamoamiz soni esa 2 barobar kengaydi. Yangi avtoservislarimiz yo'lga qo'yildi. Yana bir zo'ri, kichkina bo'lsa ham kelajak brendi mahsuloti ishlab chiqarish liniyasi yo'lga qo'yildi. Eng asosiysi bizlar ishonganlar naqd 2 barobar ko'paydi. Ya'ni kuzatuvchilarimiz soni 106 ming kishiga yetdi. Ishonchlaringizni oqladikmi yoki yo'q? Buni aniqini kommentariyadagi bildirajak fikrlaringizdan xulosa qilamiz. Iltimos fikr bildiring. Bir oddiy insonni bir tanasi va bir miyasi qilishi mumkin bo'lgan eng maksimal imkoniyatlardan foydalangan holda jamoamiz bilan bor kuchimiz bilan ishladik. Lekin oson bo'lmadi. Tana va miyat qiz berganda og'izga aytilmagan, lekin ruhan sezilgan mehrlarimiz bizlarga sabr va kuch berdi. Bu uchun alohida rahmat. Yangi 2026-yilda ham biz bilan qolinglar. Ishoning, bunga afsuslanmaysizlar. Toza yil barakali bo'lsin. Hammaga katta rahmat. Kelajakda ko'rishamiz. Paka.